Assalomu alaykum turdashlar. Men Buloqchan Nurdagi Buloqchan bo'laman. Hozir qaysining shu diskazda bunday qurish to'g'risida bir dars ishlab o'tsam, bu albatta bir yurish darsi bo'ldi. Bu darslikda 2-5 bunday sistemini bayonlab, bunday so'zlab o'tamiz. Tunsak darsimiz so'zlaydigan mazmunimiz shu diskazni qachalash to'g'risida bo'ldi. Oldi bilan biz Flash XP detalini yechib, kompyuterimizda bor diskazni sistemasini bo'shliqqa yo'llaymiz. Bunun için avval bu detalni boşluq olaymiz. Ular üçün ma'lumdaki çakmak qurali var. Çakmak quralini tanlab bu yerden koeksiyence degan türünü tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin tuvan qurullarni to'shqizamiz. Bunun ma'birsi masalan mana ma'bir urun ism, yani torpatniki ismini yoki IP adresini ikkisini birini yozib bersak bo'ldi. Bundan keyin ostidagi o'ringa FTP ismini yozamiz. Ostidagi o'ringa memani yozib bo'lgandan keyin boshqa tashlarni to'shqazmaymiz. Bu o'rindan liancha degan turini basasak bo'ldi. Masalan, men buni bir qator bo'lgandan keyin ma'lum qarab, tarixiy xotiralar, ya'ni xotira degan turi qolsak, ma'lumdan chiqadi mana. Hozir detal bo'shliq bo'landi. Endi bu yerda 3 tane hujjat qisqish bor. Buning birisi DB, yana birisi logo, yana birisi web. Web deganimiz bekatniki materiallar saqlangan. Odatda biz munbarning hammasini mushurunga yo'llaymiz. Munbar sistemasini. Endi bu munbar sistemasi 40 necha megabaytlik atrofida bo'lgancha buni birini yo'llashga sal avashliq. Shuning uchun biz buni yo'llagan vaqtimizda chuqum shu DB qisqichga bevosita WinRAR, ya'ni RAR procedure shaklida yo'llab biz bevosita boshliq to'g'izib bersak, taxminan 5 minutlar mashg'ulot tugaydi. Unda o'sman kompyuterimdagi Diskaz 5 sistemasini açayım. Amanım şu BBS degan şu. Buni boshliqqa yo'lladim. Sal ta'xir qilib turayli. Buni yo'llab olsin. Mana BBS nomidagi hujjatlar yo'llanib bo'ldi. Men darsga sig'imli shaklda yo'llash jarayonini qisib etdim. Yo'llanib bo'lgandan keyin biz bevosita boshliq boshqarish markazimizga kirib, bu o'rindan Zayshan Yaso Jeya, ya'ni boshliqda turib hujjatni pirislash ham pirisni yechish degan turini tanlasak, yuqoridan bir ko'zdan chiqdim. Ustidagi ma'lum bo'lsa boshliqdagi hujjatlarni pirislash o'rni ostidagi maqtalari bo'lsa Wangzan Hayuan, ya'ni piris hujjatni yechadigan o'rin. Biz ustidagi o'rindan piris hujjatni ko'rsatib beramiz. Masalan, Liulan degan turini bassak, boshliqimizning o'rnini ko'rsatib berdi mana. Bu yerdan bayonga yo'llagan hujjat nega yo'lladik? Biz DB qisqichning ichiga yo'lladik. Yo'llanib bu yerdagi BBS degan shu hujjatni yechib berdi. Endi buni nega yechdi desam, ostidagi ko'znakdan biz yechmoqchi bo'lgan o'rin tanlab beramiz. Masalan, hozir bu web deb barkan, bayam turdashlarga deb o'tdim. Mana shu boshliqdagi, masalan, DB qisqich, mana web, mana shu bekat hujjatlar saqlangan o'rin ichiga yechsak bo'ldi hujjatlarni. Gerçi iqtidor odatda boshqalarga o'xshamasa, lekin chuqur shunday bir iqtidor boshliq boshqarish markazida bor. Yuqorilarni tanlab bo'ldik. Endi biz bu yerdan darhol yechib bergin degan buyruqni besib o'tamiz. Unda bo'lsa hujjat bo'lsa bostirasi bo'lamdi deb so'radi. Biz deb bilan buyruq o'rgatdik. Mana mashg'ul nima buyruq qo'ng'ish ijro qilindi. Hozir pirisni yechish mashg'uloti ijro bo'lyapti. Bir necha minut saqlasangiz DB qisqichidagi BBS RAR degan hujjatning o'zi web qisqichiga yo'l pirisni yechib beramiz deyapti. Biz buning uchun birdam saqlab tursak, boshliqdagi hujjatlar pirisni yechiladi. Bayamga biz yo'llagan RAR shaklidagi hujjat. Azroq saqlab turayli. Qani biz bir boshliq kirib ko'rib baqili. Ish bo'ptimi yo'q. Hozir boshliq oldik. Biz web hujjat qisqichini yechib baqayli. Yechib qarasak mana BBS deb birdan qisqich turdi. Qaraydigan bo'lsak, hujjatlarni to'liq yechib bo'pti. Mana shundaq tez buning mashg'uloti. Endi hozir bu yerda BBS qisqichida bor. Buning nima farqi desa, masalan, motor ko'rgich qatib oldi. Hemen tur ko'rgishni açay. Masalan, asli bu tur bekatning ismi
BBS Bulaqjan com. Hozir rasak bu o'rinda hech qanday hujjat yo'q, eshitmaydi. Nimishqa desam, web qisqish qaraydigan bo'lsak, buning ichida material yo'q. Lekin BBS degan qisqichning ichida bor. Unda biz qanday kirgizimiz esa buning ichiga BBS degan ismni yozib beramiz. Yozib bo'shliq olib yetib qaraydigan bo'lsak, mana qarşılash o'rni chiqdi. Demak, agar biz bekatni BBS degan nomda ochadigan bo'lsak, mush BBS qisqichni shu qo'yib qo'yamiz. Agar unda qolmaydigan ish bo'lsa, bevosita mushu BBS ning ichidagi mavjudotlarning hammani tanlab yetgandan keyin mouse o'ng tarafidagi bo'rini yedon degan turini tanlab, mushu web deganini tanlab, mushuning ichiga yo'llab bersak, u vaqtda bekitimiz, ammo BBS emas, bevosita BBS Bulaqjan.com deb ism bilan eshildi. Hozir men yo'tkumay, bo'rini qarshilashmashlab ketdik. Qo'shilaman dedik. Undan keyin ma'rundan davomlashtirish degan turni bosdik. Undan keyin yana davomlashtirish degan turni bosdik. Bosgandan keyin yuqoridagi sandan uchullarini to'ldirish ko'zligi chiqadi. Bu sandan uchullarini tuandagidek yozamiz. Birinchisi, ma'vu sandan mulozimati. Odatda burunga lokal host deb yozamiz. Bu degani, yiliqqa bo'shliqimizdan sandan bir o'rinda degan. Ikkinchi o'ringa sandan nomi. Hanzuda Shujuku Mingqing deb ataydi. Shuni yozamiz. Uchinchi o'ringa sandan ishlatgich nomi. Shujuku Yongxoming. Mush turni yozamiz. Keyingiga sandanning maxfiy nomerini yozamiz. Ma'nonga odatda tanlamasak bo'ldi. Undan keyin ma'runga o'zimizningki email adresimizni yozib beramiz. Masalan, bizning email sandig'imiz shu. Masalan, meningki Kiko sandig'im. Buni yozib, ma'lum o'ringa chaplab qo'yay. Undan keyin ma'runga bekat qurg'uchining ismini yozamiz. Asli o'ringa maxfiy nomerini yozamiz. Yozib bo'lgandan keyin undan keyin davomlashtirish qilamiz. Masalan, ma'lum sandan uchurlar hozir xato, men buning to'g'risini yozib, undan keyin davomlashtirish qilay. Yuqori qushlarni to'shqizib bo'ldim masalan. Mashqisi sandan nomi, sandan ishlatgich nomi, maxfiy nomer. Tanlab bo'lgandan keyin biz davomlashtirish degan knopkani bossak, sandan usullari xato deyotdi. Biz qayta bir tekshirib boqaylik. Bulaqjan aka deb yozib ekanman. Undan keyin mavkana sandan maxfiy nomeri. Xato yozyapmiz. Yozgandan keyin burundan boshqa o'g'ich maxfiy nomerini o'rnatamiz deyapti hozir. Men o'rnatay. Bo'ldi. Hozir qachilyapti, biroz saqlaydi. Mana qachilash o'ngishliq bo'lgandan keyin yuqoridagi diskazninki bo'lish supasini ochamsiz degan bir bet echilyapti. Bu yerdagi bo'lish supasi degan nima desa, diskazninki yuqoridagi bir qator ixtiyorlarni o'z ichiga olgan bir supa. Bu ixtiyorlarni echib o'tgandan keyin bekatga bevosita KQ orqali tizimlanadigan, KQ orqali kiralaydigan bo'ldi. Ham bulardagi bekatga yo'llangan temalarni o'z vaqtida shu Tunishin shirkatidagi mikrobloglarga avtomatik yo'llanib mangda mushqlarlari. Men mana hozir ochmay turay. To'g'risida chuqur o'shani echib bo'ldi bekat qurgan vaqtingizda. Echib mana bekatimiz echildi. Dastlab qadamda bekatning ko'ringan ko'rinishi shu. Demak biz diskazninki mana ma'sulni ko'ringaydigan bo'lsak, 2.5 nashri. Buni o'ngishliq qachilib oldik. Mana bu diskaz 2.5 birini qashlash usuli. Darsimiz shagichi bo'lsa, xayr xo'sh.